Motorga so'l bo'lish kerak lekin. Aka bu 170 mingdan ko'p yurgan bu mashina aka. 250 ming, 280 ming yurgan mashina. 170 ming yurgan mashinani Nexia'larni ham gimoloy yorilmaydi aka. Yo'l yomon-da bizda. 4,5 milliondan ko'p aytib beraman polizga. 3,5 milliondan chiqqan qilib bersam bo'ladimi 4 ga? Qaysini shunda hozir? Birinchi turgani bor bu yerda. Gazlari. 5 yilga 4 million 700 to'lab yurmaysizda 3,5 milliondan 4 yilga chiqadi. Pullarga taqab olib ketgandan ko'ra pulni sal ko'proq olib ketgan shu operatsiyasi. Qolgani ortgani keveradi cho'pchayingizlar, ko'p pulni. Hozir men bu yer baland mashina olaman deb operatsiyasi puldan kamroq pul olib ketsa, pul kimdan pul so'raysizki musofir bo'lyapti. Ay muammo emas mashina aka. Albatta mashina kerak-ku misol uchun. Prosta qo'lingiz ko'proq pul ishlab olib, borib ishingizni bitirib kelmay maqsad aytolmaysiz. Menga farqi yo'q. Uni ham buni ham qilib yuraman aka. Buni ham 200 mingdan ko'proq yurgan aka bu mashina. Kimdan olgansizmi? Bozordan olganmisiz? Ha? Bu ko'proq yurgan mashina aka bu. Bilmayman kimdan olgansiz, lekin aylantirilgan bu. 100% aylangan mashina. 200 minglik mashina to'qib bunaqa bo'lmaydi, keyin korobkasi dufti ham kattaga aka bu. Tekshirtirmaganmisiz probega? Yo'q,